Assalomu alaykum aziz obunachilar. Hozirlarda zo'r joyga olib keldim. Mana videoni ko'rishingiz mumkin. Diplomanda ofisiga keldik. Akalarimiz zo'r o'yinlar, konkurslar o'tkazyapti ekan. Hozirgi paytda Katyolar hozir noldan bir tushuntirasiz aka. Bega o'tib bizga bir boshdan nima uslubiyalarga egaligini bir obunachilar to'liq ma'lumot beradi. Katyolarimiz 150 tadan 2,5-3 kvadratgacha katyolarimiz bor. 150 kvadrat. Eng hadoyi 150-200. Hozirgi xonadonlarimizga eng ko'p ketyapti turgani shu katyolarimiz. Narxi $1000, 200imiz $1200. Buni 300 taligimiz 1300, bunimiz 1400 kvadrat, 5 kvadratligimiz $1600 bo'ladi. Katyolarimiz hammasi smart, Wi-Fi ga ishlaydi. Заводской miya, заводской motor reduktor. Hammasi xulosa garantiyali. 1 yil garantiya beramiz elektronik qismiga, temir qismiga 3 yil garantiya beramiz. Stabilizatorda ishlatishsa, xulosa umri uzoqroq bo'ladi. Miyani ham, ventilyatorlar ham uzoqroq ishlaydi. Hammasi motorlar ham. O'shaning uchun menglik stabilizator olib qo'yganmiz. Stabilizatorning o'zi ham $70 atrofida turadi. Xulosa katyoga garantiya beramiz. Motor reduktorlarimiz aqlli bo'lgan, motorlari ham hatto aqlli. O'zi tiqilib qolgan taqdirda ham o'zi avtomatik orqaga tortadi-da, oldingi taraf ishlaydi. Ichlarida ham o'zgarishlar katta bo'lgan, garilkalarimiz qalin, birlikdan bo'lgan. Garilkalarimiz ham to'g'risi garantiya beramiz. Sizga to'g'risi sizlarga garantiya beramiz. Katyoga qancha garantiya berasiz endi bularga? Temir qismiga 3 yil garantiya beramiz. Temiriga 3 yil. Dastavkamiz vodiy bo'yicha xonadonlarga yetkazib beramiz. Voha taraflariga, shahar markazlariga, gruzovoy petaklarga yetkazib beramiz. O'zbekiston bo'yicha dastavkamiz bor. Vohaga gruzovoy bo'ladigan joygacha chiqazib beramiz to'g'risi. Keyin yana qilganmiz. Endi qiziqib turdim shunga. Mana endi bu narsani nima qilsagan bo'ladi? Kelgan mehmonlar qurib ketmasin. Ichlarida hammasida yutug'i bor, umuman yutuqsiz ketmaydi. Mana xulosa. Shuni tortib ko'radi, olgan odam tortadi. Choylaymiz masalan 50% gacha skidkamiz bor, velosipedlarimiz, kir mashinalarimiz, televizorlargacha qo'yib qo'yganmiz. Har bittasida yutug'i bor, xulosa qurib ketishmaydi. Kelishsa qurib ketishmaydi. 50% yana uni hozir 1200 katyolaringizda $600 ga berib yuborasiz-da, chiqib qolsa. Yu ana obunachilar. Bunaqasi faqat diplomanda bo'ladi. Videoni like bosib do'stlarga jo'natib qo'yamiz.